Fermanı et, yenimge kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anlasam bugün Melikinin at qo'yish ma'rikasida Shohim bilan Hasan vazir ahtinomiga muhr bosqidik. Shundoq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi. Angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yil kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyana kelinglar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'midingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qopti. Qarab turib tayyor o'ljini qo'ldan chiqarmasak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon selib uni qo'g'lib o'tgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimga kelib qoldi. Allah onu o'z panoyida saqlag'ay. Mehri shafqatlik vazir azam. Sizlar haqiqatan ko'ngil ko'ksilari kang odam kalla. Hazretim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desem bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chog'da o'z nafsi uchun elning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'naq topgan kunlarda o'tibmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi koj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsaq, na kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilen kılsı gurur. Ayak siridin kumuşta kurur. Alemdeki işla takdirgi tealluk. Velikin onun mu tedbir bağlı. Bu hakikaten mu bir xosiyetlik iş. Şahsenem dunyoga kelishdan burun men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda oldimga bir bo'g'oz kiyik uchir edi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim. Shu kuni Hasan vazirga mu bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin u mu otmagan. Neymi degan o'xshashdik ha? Hasan vazir bilan ishkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahtinomida putilgini bo'yicha ular bog'liq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. İltifatlarga ming martaba rahmat. Şahalidir qutlug'ay. Hasan vazirga qutlug' bo'lg'ay.
Endi qanday qig'uluq. Gap qislichu. Neyme deymen? Bu ehdiname biz üçün eğir külpet. Külpet? Kallılarını işiltip bakmamla. Meňilerini qağı çok aldım ha? Sen bir yak yurtuk durup, ağlık bakmay tehi, Şahin bilen kuduvacı olmakçı miken? Neyme tonu kotuldaysa? Ben kutuldadım mı? Emri kıgan sile. Oppa. Balam Abdullah, ihsanı bolsun. Sen çoğun boğanda çokum senemni al. Abbas hallıqı çokum bizden boluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Oppa. Oldu, şığılma. Begim, ula keldi. Jürüm. Hazırkı birden bir amal Hasan vezirini közdün yoqtuş. Men qo'shilaman. Men de qo'shilaman. Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemişqa? Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi? Agar Shohim hilqi ehtinomini bekor qilmasa, Abbosxonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlar bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq bu nim deganimiz? Şavaz begim, endi hergiz ishkilinib o'ltirmisizlar. Hasan vazirni yo'qotmasak, ko'nglim aram topmaydi. Yo'q. Hozir yenigilik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Senem. G'eribjon. Madrasga boraylik. Emsmayli. Ey Hannaz, iştinlar ammi xos. Ulug' Shohi Abbosxon oliylari g'alyanchi muddatlarni jazolash uchun Qo'rg'on begi Abdullah begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning advini berib, safarni terk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat olayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nimishqa? Chunki u zindondan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi padişahimizga, şundaqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilini tat.
Xəpşik. Bo'ldi, kitabını oqunlar. Şeir qapazdan chiqibdi. O barman degan yeriga berhibasun. Şirin. Şirin! Assalomu alaykum, hurmatli shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Şirin vasliga yetmakdir mening armanim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin.
Acaba siz? Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gülçimellə. Muhabbetimizin dastanı mı yoki aynigi mi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan atirgillar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dahshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Çocuk. Abdullah, kundash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olasiz? Sen. Hey. Hey. Men onun o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Onun ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sanim bo'ldi. Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q, yetim o'g'loqchilik bo'lamayman. Balam. Nimalarni deydigansan? Apa, men O'g'lim. Yulduz desang, osmonga chiqib uzib beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah. Ya Allah. Emdi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen çağrı bağda kucaklaşıp yürüdü. Voy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bedqilig'lik qilamdi. Ular aymanmasdan ordini bulg'abdi. Sanamjon, jinim Malikkam, bu yilgi qurboniyat sizga alayda xo'shallik ep kelganda turdi-ku. Shuni dang. Aqchi ana, bu yilgi qurboniyat gullar ichilib, bulbullar sayrag'an chog'da keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdim. Xo'shalligingiz bo'la emasdi. Ana. Ben bugün haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ama bu gulni kimning tuzxonligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Guljamal. Sanam ocham, sizga yana nimalarni dedi? Sizga deb bermayman. Deb bermisiniz, men qismayman. Voyjon. Cho'qliq qilmang, ha? Ama, qaraslar akamga.
jim o'tiring, ha? Ana! G'erib. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in bahorning zimistoni batur. Ana! Ha? Ana, sana machamchi akamga siz Farhod, men Shirin, siz Majnun. Men Layli debdi. Farhod degan Guljamal. Aka, meni deganlarim rostku. Tezroq bo'lmasangiz ketaverman-chimi? Ma'qul aka, meni birdan saqlab turing, ha? Ota-bovlarimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. El zaharlik o'qni olib chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, suv ichamlo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab baldo'roq taqiqlash zarurdir. Hasan Vezir! Dodo! Dodo! Hasan! Hasan vazir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu ishning tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Shig'lablig'i. Yo'q. Shig'lamadim. Sizlarga qarab xo'sh bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahoni to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish? Bizning bar yo'q mush birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Shohim, o'zlirgim ayon. G'aribning ota-bovusi bizning xondoligimizdan emas. Bu buyuk toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shohim, bu ishga dilg'onlik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshibanu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Atidan boshlab sanam madrasaga bormisan?
dollar kadir dollar ne buldu ya dim kelmedi iskotida köydi dollar ne buldu yarim gelmedi iskotida köydi dollar ne buldu yarim gelmedi Yıllar mendem vade kıldı Yıllar müddetinin öte Közdüm yolu da delmirdi Ne buldu yarim geldi Közdüm yolu da delmirdi Ne buldu yarim gelmedi Gel yeşim seher oldu Ki gel tınıp gitben oldu Çırağın zemren oldu Ne oldu yarim gelmedi Çırağın zemren oldu Ne oldu yarim gelmedi Assalomu alaykum G'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib baqay. G'eribjon, Aqchana. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Ems men yeniga baray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Aqcha ana, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqaylik. Sanamjon. G'eribjon, Qani aytma. Zodi nima ish yuz berdi? G'eribjon. Bizning diydorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi. Nima ishqa? Atam farmon tushirib meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bana qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'eribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan hargiz ayirmang. Bu bir juft qizil atirgul. Bir-biridan mangu ayrilmasin. Sanamjon. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nima ish bo'ldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyotdi. Chopsam qash. Aqtırala!
Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal unda bog'langlar. Qo'lingni tut. Nim qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yorliq bormi? Bu sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirola. Sanamjon, Og'chi ona bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy ungandek qiladi. Shundoq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Peqirni kechirgaylar. Nemish? Gunohkor safar zindondan qochdi. Aha. Uni bir qora niyat qochirib etdi. Kimkan o? Aytishqa tilim ko'yidi. Aydiva. Uni g'erib qochirib etdi. Nima? Shah ota. Pishni ehvolaga quloq solmag'aylar. Sattar mening saboqdashim. Saboqdoshlik yuzini qilib, uni men qo'yib etdim. Sanamjon, nima deb jo'ylayapsiz? Hurmatli Shohim. Buningga navkarlar guvoh. Gunohkor safarni qochirib etgan dal g'erib. Hurmatli Shah ota. G'erib gunohsiz. Og'chi. Labbay Shohim. Men ijozat bermagicha Sanamjon ordudan bir qadam ayrilmasin. Xo'p. Abdullah. Labbay Shohim. G'eribni darhol orduga olib kelinglar. Xo'p. Gülcemal! Ha? Gülcemal! Kızım! Gülcemal! Gözünü açkan kızım! Gülcemal! Ana! Akam qani? Biz hazır
Jaloliddin mollamni qishig'i borayli. İlim cheksiz, iqin daryo, suyi abi hayot kevser. İlim daryosiga shung'ub, uningdan qazg'uluq gavhar. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustixon yangliq. Bilim al, ijtihod eyle. Dilingda chaqnasun axtar. Mehribonim. Jaloliddin molla. Ustozim, akamni Abdulla Shatir tutib ketdi. Nemishqa? U safarni qochirib o'tibdi ekan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketdi? Chunki uning qochirayotgani bir gunohkorda. Jaloliddin molla, bizga igidorchilik qilala. Hozir merhum Hasan Vezir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdnomini elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa amal qolmadi. Ahdnomini elib? Xonim, endi ikkilanmaslar. G'arib, gunohingni bilamsan. Nemi gunohim borligini hech bilmadim, shohim. O gadakash. Amasa G'aliyonchi safar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, shohim. Safar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajaba xonlikdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning o'rnini qalaymikan qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdi-kanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Hop! Aldırmaqlar. Keremlik Şahin. Jaloliddin, siz Şahin. G'aribjonni o'ldirib bo'lmas. Nima? Hurmatli shohim. Merhum Hasan Vezirning ruhinati uchun Hasan Vezir hayot chig'ida ishkilari putishgan bu ahdnomining haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, g'aribjonlik kechirgaylar. Şahim. Texmi zo'r baloyi qazodan saqlanish uchun bu ahdnomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ahdnomini yirtmoq oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim, bularning hammasi isyonkorkan. Jallod! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtama. Qudratli Şahim, g'azabda oqqorni farqatgil bo'lmas. Hozir dal heyt oyam kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'maydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Shohin, g'arib Hasan Vezirning notivoni. Hasan Vezir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqatman edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdnomini
yirtib etdilar. Endi ularni o'limga buyursla, el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin? Keremli Şahin, Peker'nin karışça, ulanı ölümden halas kılıp, bütün ailesi bilen yakı yurtqı palı betsek kandak. Şundak bolğanda, bu uluk ay uluk günde kan tökülüştün saklanğılı boludu. El yurt mu, gam gustin halas bolatdı. Şahvaz vəzir, sizningçe Ulug' shohi olim, meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Ferman, bugün senin rahing boyunca iş görək. Bu işini senin beca keltirişinge tapşırdım. Şahimiz Ferikni yaqı yurtqa palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xalqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'lamang, o'zingizni oying. Ağca ana. Ana. Mening yashig'im yo'q. Jinim Malikim, baharning mu har qachon zimistoni bordir. Xayrning o'zila men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotmi zimistondir. Yo'q, Malikim. Bahar yana keladi. Eyhannas, iştinlar amukhas. Hasan vezirinin oğlu Gerib, Şah ordusida naşayan işlerini kıgallık üçün anısı bilen sınıs koşulup yakı yurtqı palandı. Geribcan! Sanamjon, Malikim, Malikim. Dada, anlaşılaq qarğandı Pərman tumşıq eğizdigen yerdə Geribni ailesiyle bilen koşup ötürətməkçiken. Nima? Bunu sen kimden anladın?
Ularni yalab mangan bir lashkar birsidan aytib beribdi. Uni kushkiritgan odam bor. Bo'lmasa, Parman unda qilishga jur'at qilolmaydi. Dada, tezroq amalni qilayli. Balam, meni to'g'ri ketimni minalamsan. Minalayman. Tumshq eg'izga boradigan yiq yo'lni bilamsan. Bilaman. Parijamib kel. Yürü. Sen navkarlarından bir qanchini boshlab, tong yo'rig'icha tumshq eg'izga berib bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, bende günah yok. Buna hemmeni Şahvaz veziri o'rlashtirgan. Şahvaz veziri meni bu ishni qilishga buyurgan. Vezirning farmonini bejo keltirmaslikka haddim mi? Qaytib berib, shoh ham vezirlaring yetkazib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zavol topadi. Cho'qim deganlarini yetkazman. Ularni qo'yib etmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib etay. Hey, yosh bo'l. Ma. Shafqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarni menga unutmaymiz. Ko'ngil kishilar balo qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar, tezroq yo'lga otlaninglar. Boshpanayim, o'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p. Xayr, xo'sh. Xayrcha. Melikem, hoş haber. Tumshq eg'izda bir palvon paydo bo'lib, g'ayribjonni oilasigilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga por ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikem, Xudoning haqqi hurmati uchun bir kulavasla. G'ayribjon, mehribon ona. Sizlar nada?
akam nemişqa kelmaydigandu? Qishsimistanda o'si qizdash, cho'l jazirada suv izdiganga o'xshash. Bu kim? Hürmetli Serdar. Bu təvəyimizə suqunub kirib olğan paylaqçı ekan. Bizning 4-5 adamimiz bir odamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qochirib qo'ymanglar. Xo'p, Uni aziz mehmon qatorida kutib olinglar. bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqata? Shundaq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana, Sizlar bir o'ch yigitni ko'rdinglarmi? O kim? Mening o'g'lim G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxir topdik. Sodiq daga. kim u? Selamatlar. Uni bir ish bilan izlab keldim. Sodiq dagamni yeng soqqan, bu qilishdan ko'rib baqqan deb kelgandim. U texhilalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Safar, qara, kim keldi? Guljamal. Ay buvana. Guljamal, obdan qizim. Mehribon aka. Safar aka. Guljamal. Ay büyü. Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehribon ana. Balam. Ben texsilarni ko'rolmasmanmikin deb ansirgandim. Qaytib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vapoga jafo qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavvoz bilan ayoli Xadijaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bo'lak yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Allah sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiqata, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topamiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hurmatli Sardor, u qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xo'shal bo'lgan chaqda har qachon onasini aslaydi. U yana bir necha qitim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon?
Qamar, tez berib tevib chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'ayribda birisi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindan bormi? Bu yerda mush birli zindan bor. Tez qichinglar. Juringlar. Çoxum bir güzel meleki bo'lsa kerak. Voy xudoyim ey. Menga nima bo'ldi? Bo'ldi, nima bo'ldi? Bir sizindan o't qo'yib yutibdi. O't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heliq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. Ondaqda g'ayribchi, u sizlarning o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bu Zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha g'ayrib bu g'ayrib tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha aytmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? Ma'qul. Separaka! Separaka! Guljamal. Separaka! Akamni topdinglarmi? Yo'q, dexe. Assalomu alaykum mehribon ona. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Ozroq ochliq og'ach keldim. Sizlarni yana avor qilib tuqqu bolam. Takalib qilmang. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Separaka.
Sefer aka. Akam şehir kirketdi mi ya? Serdar, egalishimizcha G'ayri Brastilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yinida ekan. U xonga asiylik qilganligi uchun yoq yurtga palangan ekan, shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. Xizmatingiz, hurmatli Sardar. Yo'q. Meni Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshaman deganman. Sanam. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. O sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hurmatli Sardar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Ajaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Sardar, siz bahordimmi illiqsiz? Güzellik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Mendek g'arib nigor vayronisi sizga qandoqmi munosib kelarsin? Bu dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli Sardar, Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlig'ingiz bormi? O bir vafodor go'zal malika. O toju taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir g'aribga beg'ishladi. Shuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rastimni etsam, men bu yerdan qochib ketmoqchiman. Qochishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay.
Ana! Ana! Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palsız yürme, palgımı işenme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Palgı işenme, palsız mı yürme. Çapsan özden daldı kal. O biz izdavatkan gayrip şu. Nemi deyir xatarlik. Gayripcan. Seper. Çapsan bir yerde gidelim. Bayım ben bir yerde permanı görüp kaldım. Ağcana. Ana, Perman hem onun bilen birlik ketken izchilar qaytib kepti. Undaqda G'ayribjonni topa olibdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'riga ham bo'ptimish. Ayım Melik'ini yoklap geldik. Senemcan, otаңызны ondaq tanglikdi qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda charbaq soldirdi. Yana meni deb avara bo'lmanglar. Xon ana, bo'ldi so'zlana. Men pak muhabbatimdan voz kecholmayman. Senemcan, ota-onaning nasihatini olmasangiz kupurlik o'tadi. O sizning onangiz emasmi? Ananız? Sen... Ağacı ana! Xonish ayım, Xudo haqqi onun rahim qizlar. Bu bichara betap tursa, onu yana zo'rlashga qandoq ko'ngillar o'naydi. Bu nim deganim? Melikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas. Şahim. Bo'ldi, so'zni bangla.
Hürmetli Şahim. Moşundaq ketiverse jahondagi haq nohaq ostin ustin bo'p ketmamdi. Şahim, g'ayribni qaytirib kelishga farmon tushasizlar bo'lmamdi. Shundaq qizlari bechora Sanamjonning kesilimi shifa topatdi. Bala qazodan neri bo'lishni nazarda tutganda bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qitish zarur edi. Ağçı, mening sodiq dilkishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Shahim, o'zlari Sanamjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tevibami? Shundaq Shahim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olam. Harmag'aysiz, hurmatli tebiba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan tebiba kepti. Güzel Melikem, chiroyingizdagi zafaranglik, nafasdagi otash alomatlari yuragingizda bir xil dard puroqning borligidan darak beryotidi. Buningga menda bir xil shifo bor. Agar tansangiz, shifo topasiz. Siz Abdullah bilan to'y qilishga ma'qul bo'ling. Nima? Biroq shuni shart qilingki, aldı bilen 40 keç gündüz toy bolsun, andan nikah o'qishga rozilik bering. 40 keç gündüz toy bolsun. Yuragim pari bo'lib, ko'z yoshlarim qurib, tenlarim qog'i qo'zg'illog'i yem bo'lib ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Perhabni zaharlab o'ldirgan heliqi Cadigar Yasemen mu nime? Yo'q, hurmatli Melikem. Mushu 40 kun ichida yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir juft sultonni ko'rdim. U meni huzuringizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. O'zingiz zodi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngmi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Perişte. Aka, Sadiqatam sizni uzat qilib ketdi. Assalomu alaykum, Sadiqata. Aybi ona. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadiqata. Mana buni og'in o'g'lim. Sadiqata, bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin,
Alloh akbar. Bu çağlarda Dilaramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik. Ha? Oğlum, atang Hasan Vezir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydigan. Kimiki hile bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uning mu tadbiri bordir deganlarimni esimda chim tut o'g'lim. Sodiq ota, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasinibsan-ku. Bugun to'yin emasmi? Seni to'yini muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Mashig'on Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'r paqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun tog'davollardan eshib ajoyib bir bog'vanni topdim. Gül tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytdi. U qaytib keldimi? U qayerda? Bizninkida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim Malika. Bu gulga qarang. Qaytib keldi. Ayting, u nerda? Olimjonning uyida ekan. Gulbanu? Gulbanu? Ahchi ana, yangi kiyimlarimni keltirgaylar. Sanamjon, bir amal qilib, ata Chorboqqa chiqish uchun shahdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siyoh keltiring. Xo'p. Şevkitim, şefqatlik Şah ota. Men uchun saldirgan Chorboqqa chiqib, xasta ko'nglimni ochqim kelar. Marhamat aylab, ijozat qilg'aylar. Qizlari sana. Hey, navkarlar! Labbay shoyim.
Fermanımga quloq sol. Hozirdan boshlab Chorbaqqa mendan ijozatsiz hech kim kirmasin. Fermanımga xiloflik qilganlarning kallasi ilinsin. Senemcan. Xayrcan. Aktırala. G'erib, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'lgandim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz Chorbaqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sepil-sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p. Abdullah! Sefer, endi kaçamaysan. Ustazım. Oğlum, ustazım. 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 Garipcan. Uluq Şahim. Ben günahkar. Ben ölümge layık. O münafık! Çapsan sözle! Ma'qul. Men aytay. Jallat! Ben günahkar. Ben ölümge layık. Bırak Şahim. Bu işlerin hemmisini Şahvaz Vezir planlagan. Uluq Şahim, onun etqanları bütünley töhmet. Sözle! Mana bundan 12 yıl burun Şahvaz Vezir'nin Hasan Vezir'ni qaslab öldürüş toğrusu da manga tushirgan maxfiy farmoni.
10 yildan keyin Shavvoz menga tumshiq eg'izda g'erbni olistiklar bilan qo'shib o'ltirib ichish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Navbay! Ulug' shohim, g'erib odam boshlab o'rniga bisib kirdi. O'tinib qolay, bir qo'shiq qenimdan kessilar. Ulug' shohim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Ulug' shohim, bir qo'shiq qenimdan kessilar. Jallod! Labbay! Bu mal'unning kallasi ilinsin. Hop! Ya Rabbim, g'ofillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Ulug' shohim, Oğlum, sana chin ko'nglimdan teşekkür eytiman.